2026 yilgi Chevrolet Matiz avtomobili bozorda kichik, ammo juda qiziqarli yangi model sifatida taqdim etildi. Bu avtomobil o'zining ixcham o'lchamlari, zamonaviy dizayni va shahar sharoitida qulayligi bilan ajralib turadi. Avvalambor, Matiz ixchamligi sababli tor ko'chalarda ham erkin harakatlana oladi. Shuningdek, parkovka qilish jarayoni endi hech qachon muammo bo'lmaydi. Matizning tashqi ko'rinishi 2026 yilda butunlay yangilangan. Old panjur va faralar ancha zamonaviylashtirilgan bo'lib, avtomobilga futuristik va yoqimli ko'rinish beradi. Faralarning LED texnologiyasi yorqin va energiya tejovchi bo'lib, kechki haydovchilikda ham ko'rish qulayligini oshiradi. Avtomobilning profili aerodinamik tarzda ishlab chiqilgan. Bu esa yo'lga yopishish va yon shamol ta'sirini kamaytiradi. Rang variantlari ham kengaytirilgan bo'lib, har bir xaridor o'ziga mos rangni tanlashi mumkin. Salon jihatidan Chevrolet Matiz 2026 modeli juda qulay va ergonomik. Ichki qismda sifatli materiallar ishlatilgan, shuningdek, multimedia tizimi zamonaviy sensorli ekran bilan jihozlangan. Bu tizimda navigatsiya, musiqa va smartfon bilan integratsiya imkoniyati mavjud. Klimat nazorati, qulay o'rindiqlar va katta oynalar shaharda uzoq sayohatlarni ham yoqimli qiladi. Bagaj hajmi ixcham bo'lsa-da, kundalik xaridlar yoki kichik sayohatlar uchun yetarli. Texnik jihatdan 2026 Chevrolet Matiz ixcham, lekin samarali dvigatel bilan jihozlangan. 1,6 litrli benzindagi dvigatel shahar va qishloq yo'llarida qulay haydash imkonini beradi. Yoqilg'i tejamkorligi yuqori bo'lib, 1 litr benzin bilan uzoq masofani bosib o'tish mumkin. Shuningdek, avtomobilning transmissiyasi silliq va javob beruvchi bo'lib, shahar tirbandliklarida ham haydashni osonlashtiradi. Xavfsizlik bo'yicha ham Matiz yangiliklar kiritgan. Avtomobil apps tizimi, elektron barqarorlik dasturi va bir nechta havo yostiqlari bilan jihozlangan. Bu tizimlar haydovchi va yo'lovchilar xavfsizligini ta'minlaydi. Bundan tashqari, orqa parkovka sensor